Prezidentimizning hududlar infratuzilmasini rivojlantirishga doir qabul qilgan 408-sonli qaroriga asosan viloyatimizning anklav hududi bo'lmish So'x tumanida ham keng ko'lamli qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Chekka hududlarda amalga oshirilayotgan bunday ezgu ishlar xalqimizning shodligi va xursandchiligiga sabab bo'layotir. Qarorga muvofiq tumandagi 15 ta mahallalarning infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida salkam 30 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan va tumanning aksariyat mahallalarida amaliy qurilish ta'mirlash ishlari oxiriga yetkazilgan. Bugungi kunda tumandagi Sarikanda mahalla fuqarolar yig'inidagi ichki ko'chalar ham ayni ushbu qaror asosida asfaltlashtirilmoqda. 408-qarorga muvofiq Sarikanda mahallasining 810 kilometr yo'llari asfaltlashtirish rejasiga kiritilgan. Bugun tuman yo'lsozlari mazkur mahallaning oxirgi ko'chasi Baliqchi ko'chasiga asfalt qoplamasi yotqizishmoqda. 408-qarorga asosan Sarikanda mahalla fuqarolar yig'inida ichki yo'llarni asfaltlashtirish ishlari olib borilyapti. Anorbog' ko'chasi, Gulrayhon ko'chasi, Chordara ko'chasi ko'chalari hammasi to'liq asfaltlashtirildi. Xudo xolasa bugun erta ishni oxiriga yetkazib boshqa ko'chalarga o'tamiz. Sarikanda mahalla fuqarolar yig'ini ichki ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish maqsadida davlatimiz byudjetidan salkam 3 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Tekis va ravon ko'chalarda harakatlanayotgan piyoda va yo'lovchilar borki, bunday e'tibor uchun davlatimiz rahbariga samimiy minnatdorchilik izhor etishmoqda. Zotan qilinayotgan har bir ish va ezgu amallar xalqimiz manfaatiga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir.